Bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash hamda biznes subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada yuzaga kelayotgan muammolarni joyida o'rganish, aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va bank tizimi bilan hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida Markaziy bank mutaxassislari hududlarda mahallabay ishlash tizimi asosida tadbirkorlar bilan bevosita uchrashuvlar o'tkazmoqda. Navbatdagi ana shunday tadbir Namangan shahridagi Dashtbog' mahallasida tashkil etildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankidan Namangan shahriga biriktirilgan vakil Adhamjon Rajabov mahalla aholisi tadbirkorlar bilan muloqot qildi. Mazkur uchrashuvda tadbirkorlarning faoliyatini yanada rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar o'rganilib, ularni bartaraf etish, imtiyozli moliyalashtirish imkoniyatlari, zamonaviy bank xizmatlari, raqamli to'lov tizimlari hamda moliyaviy savodxonlikni oshirish masalalari yuzasidan batafsil tushuntirishlar berilmoqda. Eng muhimi, bunday muloqotlar orqali tadbirkorlarning fikr va takliflari tinglanib, ularni qiynayotgan masalalarga amaliy yechim topish, bank va mijoz o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash maqsad qilingan. Namangan shahri bo'yicha 59 ta mahalla bo'lsa, bu tijorat banklaridan mahalla banklarni biriktirildi. Mijozbay ishlash, xonadonbay ishlash tashkil qilindi. Shu 6 oy davomida Namangan shahri bo'yicha 1,5 trillion miqdorida kredit mablag'lari ajratilib, shundan kichik o'rta biznesga 504 milliard so'm kredit ajratildi va dasturlar doirasida 231 milliard so'm kredit ajratildi. Muloqot davomida imtiyozli kredit olish, aylama mablag'larini to'ldirish uchun moliyalashtirish, garov ta'minoti va muqobil ta'minot imkoniyatlari, lizing, kafillik va sug'urta xizmatlariga oid masalalar ko'rib chiqildi. Tadbirkorlar tomonidan ko'tarilgan ayrim jarayonlar bevosita ularning hududiga chiqib o'rganildi. Mutaxassislar muammolarni joyida hal qilib, ularni bartaraf etish yuzasidan amaliy tavsiyalar berdi hamda tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda yechim topish choralari belgilandi. O'rnida kelib, joyimizga chiqib, hamma narsani o'rganib, hammasi bartaraf bo'ldi. O'sha kreditni ham yengillik tarafini yo'lga qo'yib beramiz deyishdi. Ilgari yugur ko'p bo'lgan, hozir yaxshi. Hozirda mazkur mahallada 255 ta tadbirkorlik subyektlari mavjud. Ipak yo'li banki tomonidan yil boshidan buyon 12 ta oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun imtiyozli kreditlar ajratilgan. Mutaxassislar ushbu xonadonlarda bo'lib amalga oshirilayotgan loyihalar bilan yaqindan tanishdi. Ajratilgan mablag'larni maqsadli sarflanishi, faoliyatni bugungi holati, yaratilgan yangi ish o'rinlari hamda tadbirkorlikni yanada kengaytirish istiqbollari o'rganildi. Tadbirkorlik qiladigan fuqaromiz Bozorov Qobiljon aka chiqdilar o'zlarining muammolari bilan. O'zlarining joylari bor, tadbirkorlikni rivojlantirib, klinika tashkil qilish uchun 2 milliard mablag' so'radilar. Hozir o'sha mablag'ni ajratish bo'yicha jarayonlar boshlandi. Hozir ayollarimiz o'rtasida ham tadbirkorlik rivojlanmoqda. Aynan mana shu uchrashuv davomida mahallamizda tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan ayolimiz 100 million miqdorida kredit so'radilar. U kreditni konditor mahsulotlar ishlab chiqarish yo'nalishida sarflab, o'zlarining ishlarini boshlamoqchilar. Bu kabi ochiq muloqotlar yana bir bor shuni ko'rsatdiki, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash faqatgina moliyaviy yordam ko'rsatish bilangina cheklanmaydi. Har bir murojaatga individual yondashish va amaliy yechimlarni ishlab chiqish biznes muhitini yanada yaxshilashning muhim omilidir. Markaziy bank mutaxassislari tomonidan mahallabay tashkil etilayotgan uchrashuvlar aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda yangi loyihalarni hayotga tatbiq etishda e'tiborga molik.